Assalamu alaikum. Yani men Buri Surxondaryo viloyati Oltinsoy rayoni Mermin mahallasi Mertlar ko'chasida 1-guruh nogironman. Menga ikkita bitamizga qalovchi berilgan. İjtimoiy xizmatdan ekin suratga oladi. Ekin qilmaydi. Ketadi. 1 million oylik olaman. Lekin boshqalar ekin qiladi. Men onam bilan yashayman. Chiqaman desam aytdi xullas muomalaga ishlaydi. Men agentligim yo'q. Prezident devonigayam boshlig'im necha marta chiqdim. Baribir shu turli bahanalar qiladi. Uni olib boryapmiz, buni olib boryapmiz. Xullas, men aytgan qilmaydi. Bilmam ular pora beradimi? Bilmam, ular aytgan. Degan. Uyda hurmatim yo'qligi uchunmi? Men aytganim bo'lmaydi. Xullas, fikrlaringizni kommentariyada yozasiz umiddaman. Keyin YouTube'imni layk bosinglar. Uzoqqa tarqasin. Bu agentlikka nogironlarni himoya qilish tashkilotlariga qonun bor axir. Ular qonunni buzayapti. Nima qilish kerak? Kimga murojaat